Ancha bo'ldi. Qishdan oldin edi video qo'yganimiz. Mana bizda yangi kuchuklar bor. Endi asosiy Instagramga video qo'yib bordim. Instagramda Azizbek degan o'z kanal ochdik. Hozircha mana qadrli do'stlar, bizda o'sha suruvga qo'yiladigan hisori qo'chqorlar bor. Urug'likka 10 tacha atrofida sotiladigan. Kimga qiziq bo'lsa o'sha Telegramdan yozsalaringiz, mana shunday holati o'sha Surxondaryo hisori sog'liqlari. Bularning ichida qo'chqorlar, Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Xudo xolasa YouTube'ga ancha bo'ldi video qo'yganimiz yo'q. Mana bugun nasib bir video olaylik deb niyat qildik YouTube uchun. Mana suruvga kelgan edik, o'zimiz suruvga. Xudo xolasa mana sog'liqda. Mana shu sog'liq atar. Ancha bo'ldi. Qishdan oldin edi video qo'yganimiz. Mana bizda yangi kuchuklar bor. Endi asosiy Instagramga video qo'yib bordim. Instagramda Azizbek degan o'z kanal ochdik. Hozircha mana kuchuklarni saqladik shu bu yilga. Bu yerda bor keni. Mana bu yerda bir maydachasi bor. Qo'ylar tanishyapti. Qo'ylarning ahvoli mana shunday. Videoni ko'rib boringizlar, like'larni bosib qo'yasizlar. Hop, Instagramga kanal ochganmiz. Kimga qiziq bo'lsa, kirib bir o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Itlarni ikkita uchtasi yo'qolib ketdi. Bu yilga ko'proq kuchuk saqladik chiqarishga. 4 ta, 5 ta kuchuk saqladik mana shu yilga. Bu yerda hammasi qo'zili qo'ylar, bolali qo'ylar, aniqroq aytganda. Qo'zlari ham katta-katta bo'lib qoldi jonivorlar. Yaxshi bo'ldi. Polvon. Kachoq. Katta sariq etdi bu ukasi bu. Ha. Yomon. Oh. Sanaymiz dedik, sanoq bermadi. Ancha o'zini olib qo'ygan qo'ylar, jonivorlar. Mana ko'kalar. Bu yerlar oyog'i osti, bosib tashlagan yemaydi bu yerlarni. O'tlar xullas. Mana shunday. Qo'ylarni xudo xolasa yunglari ko'tarilib qolgan, ko'tarilib boshlagan. Yung to'kadi endi. Mana qo'zlar. Mana qo'zlar. Mana xudo xolasa qo'ylar ham shu qiyinchilik kunlardan o'tib oldi. Endi bu yo'g'i o'tlarga semiradi, o'zgaradi. Hop. Mana sog'liqlarni hozirgi holati o'sha Surxondaryo hisori sog'liqlari. Bularning ichida qo'chqorlar, urg'ochi o'tgan 2025 ning qo'zlari hammasi ayrilgan. Ular boshqa alohida suruv, bular alohida suruv. Ikki suruv qilganmiz. Ular qo'zili qo'ylar.
Qadrli do'stlar, bizda o'sha suruvga qo'yiladigan hisori qo'chqorlar bor. Urug'likka 10 tacha atrofida sotiladigan. Kimga qiziq bo'lsa, o'sha Telegramdan yozsalaringiz, mana shu nomerda oxirsiga. Kimga qiziq bo'lsa, Telegramdan yozsalaringiz, videolarni tashlab beriladi. Hammasi sotiladi. O'sha kimga qiziq bo'lsa, Telegramdan yozsalaringiz tashlab beramiz videolarni. Ma'qul bo'lsa, o'sha kuchukda aktiv qoladi. Eng oxirgi tuqqan qo'ylardan shu kecha tuqqan. Mana shu qo'y. Hop, kenja qo'ylar bular. Hozir ayrilyapti. Ham yo'qda yana tuqqan qo'ylar bor. Kattarog'i ayrilib, katta sog'liq suruvga qo'shiladi. Mana bu kecha tuqqan jonlar. Ekin 2025-yil to'g'lilar. Mana shak cho'q. Mana qo'chqorlar. Chori qo'chqor jonivor. Hop, shu yil choriga chiqadigan o'tgan shak edi. Juda yo'g'on qo'chqor. Metr qo'chqor jonivor. Qo'ydim qorni. Nurla kanka şu. Nasip xudo xohlasa inshaalloh. Yegiz suvadi bu. Yegiz. Nimaga bunday qorni? Bilmayman, Nuhataga eganman. Hech jonivor. Nurla do'stimnikida. Nima sabab bunday bo'lib ketgan endi? Yegiz. Kim bilsa yozsin qani. Mana shu qo'ydi qorni.